Hech qachon uyingizga quruq kirmang. Hatya bu magazindan 2 ta non go'cha ham olib kiring. Ana ko'rasiz uyingizga qanday baraka kirishini. Ana siz 2 ta non oldingiz deylik. Lekin napitka papitka oldingizmi? Sarig'idan, ko'kidan, qorasidan oldingizmi? Oling. Napitka oldim bo'ldi demoqchimisiz? Yo'q. Farzandlaringiz, onajonlaringiz uchun sifatli shirindan shakar, trenddagi shirinliklaridan oldingizmi? Olmadingizmi? Ahmoq ekansiz. Bo'ling, shoshiling, hoziroq oling. Gap yo'q. Hammasini zo'r qildingiz. Lekin ehsonlik berdingizmi? Bermadingizmi? Bering. Ehsonni mukofoti ehson deyishadi. 10 ming kam. 100 ming bering.